Bir kuni kelib, qachonlardir Sirdaryo issiqlik elektrostansiyasining ikkinchi bosqich qurilish loyihasini qurishda Chonxi-22 korporatsiyasi bilan birgalikda ishtirok etaman deb hech o'ylamagan edim. Ayol sifatida qurilish maydoni menga to'g'ri keladimi yo'qmi deb ko'p bora o'z-o'zimga savol berganman. Mening ismim Nilufar, men Tianshan tog'laridan erigan qor bilan to'ynadigan daryolar va gavjum bozorlar bilan to'la bo'lgan Toshkent viloyatida tug'ilib o'sganman. Hayotim kitoblar va oila bilan bog'liq edi. Qurilish maydoni ayollar uchun emasligini aytib, oilam ko'p bor qarshiliklar bildirishgan. 起初我确实质疑他，觉得女性做不了任何的工程协调。 Agar muammolarni hal qila olsam va ushbu yo'nalishda davom ettira olsam, demakki men o'z yo'limni topgan bo'laman. Noto'g'ri qarashlar, to'siqlar bu bizni to'xtatib qo'yish kerak emas. Aksincha, biz barcha to'siqlarni yengib o'tishimiz kerakligini anglatadi.它不仅精准化解了双方分歧，还能吃透施工细节。我们才真正意识到，他懂工程，能担当，更是我们之间不可或缺的沟通桥梁。 Men o'z qadriyatim nafaqat matnlarni tarjima qilishda, balki madaniy tavafutlarni bartaraf etishda, keyin bir tarafkashlikni yo'q qilishda, xitoylik va o'zbekistonlik hamkasblarni fikrlash va ish odatlarini chinakamiga bog'lashda ekanligini angladi. Avvaliga biz u kabi yosh ayollarning qurilish maydonchasidagi qiyinchiliklarga dosh berolmaymiz deb o'ylagandik. Lekin vaqt o'tishi bilan u bizga xato fikrda ekanligimizni isbotladi. Hozir xuddi biz usiz yo'qolib qolgandek his qiladi. U bizga ayollarning qanchalik kuchli ekanligi, ularning imkoniyatlari qanchalik keng ko'lamda ekanligini ko'rsatib berdi. Chiroqlar yonganda men har doim o'z uyimni eslayman va u yerlarga tegishli ekanligimni bilaman. U yerlarni tark etib, men keng dunyo tomon yo'l oldim deb o'ylayman. Men o'zimda har doim o'tmishimni iliqligini va chegaralarni yengib o'tish jasoratini his qilib turaman. Bu yo'lga kelib, men nafaqat o'z yo'limni topdim, balki ayollarga bo'lgan noto'g'ri fikrlarni o'zgarishida ham katta hissa qo'shdim deb o'ylayman. To'siqlarni yengib o'tish bu o'tmishni parchalash emas, aksincha, mualliflik tomon mardonavor yurishda kuch topish ekanligini angladim.